Hurmatli parkentlik kuzatuvchilar, men sizlarga hozir yana Optim sement sotayotgan insonni tanishtirmoqchiman. Bu Sirojagan bo'ladi. Oldingi videolarda ko'pchilik tanisa kerak. Sirojaga hozir sizga sotuvga qanaqa sement keldi aka? Erta bahordan boshlagandan beri mana shu West Andijon 450 marka sement olib kelganmiz. Hozirgi ustalari taklifi bilan olib keldik. Shu hadovoy bo'lyapti hozirgi kunda. Ko'p so'rashayotgan sement shu aka. Shu. Andijonda ishlab chiqariladi. Andijonda ishlab chiqariladi. Qopida necha kilo bo'lyapti aka? Oka 50 kilo bo'ladi. So'y. Hop 500 gram ustupkasi bor ustida. Hop, hozirgi kunda buni 37 ming sotyapmiz. Erta bahorda 40 ming so'm edi. 3 ming so'mga narxi pasaydi, to'g'rimi aka? Ochilgani bormi bitta ko'rsatsangiz? Albatta. Mana usta akalar ochilgan sement, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Keyin anu rasvor qolganda kompotga o'xshab chetlariga chiqib ketmaydimi aka? 100% javob unga. Hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar, 37 ming so'mdan u erta bahorda 40 ming sotayotgan sement 3 mingga pasaydi. Furalab olaman desa necha pulgacha qilib berasiz? 35 ming qilib beraman. 35 ming furalab bo'lsa, dastavkalarimiz bor, xudo xolisa. Bo'ldi, hurmatli do'stlar, ko'rdinglar, sementlar xudo xolisa yomon emas, narx-navolar bemalol mahalla ko'yidan surishtirib, o'zingiz uchun bilib olsanglar bo'ladi. Furaga 35 ming so'mdan, agar kelib stushni olib ketaman deydigan bo'lsanglar, 36-37 ming so'mdan qilib beradi. Manzil Nilufardagi Taxta bozori shundoq ichida joylashgan. Kelsanglar Sirojagan o'zi kutib sizlarni xudo xolisa ishlarni bitirib beradi.